Habibulloh aka, patolonni nima qilib tashladinglar aka? Vashi san'at tasarruf qilyapsizlar, aka. Uni aytishingiz bo'yicha O'zbekistonda bitta ekan, shunaqa dedingizmi aka? Interyer dizaynerlar shunaqa deyishyapti. 300 kvadratdan oshuv bunaqa patolog hali hech qayerda yo'q ekan. Kichkina proyektlarda detalni ishlatilgan ekan. Bu narsani proyektda olayotganimizda o'zimiz qo'rqqan edik, qila olamizmi yo'qmi deb. Lekin mana shu narsani metal konstruksiyadan chiqardik. Xuddi shiponga o'xshab chiqdi. Bu narsani yasashiga bunaqa hozir har bittasi bitta konstruksiyaga svarkachi 2 kundan vaqt ketdi. Bu yerda 45 ta konstruksiya qilingan, 300 kvadratdan oshuv. Uni qilib bo'lgandan keyin patologga buni osib olganmiz va hozir 3 ta 4 ta odam osilsa ham tashlab yubormaydi. Bu og'irligi anchagina og'ir. Undan keyin biz buni to'qib chiqqanmiz. O'zini ani platinka anaqada to'qidigan narsada hammasini to'qib chiqqanmiz va oxirida bo'yaganmiz. Mana shu jarayonni bitirishimizga ketma-ketlikda 3 oy vaqt ketdi. 3 oyda atigi mana shu 40 tagina narsani, ya'ni san'at asarini topshirdinglar. Ha. Lekin aka gap bo'lishi mumkin emas. Juda ham chiroyli va noodatiy chiqdi. Bitta ko'rsatib qo'ying o'zingiz.